Bismillahirrahmanirrahim. Al-Vajiz fi usulul fiqh. Biz bu kitapның muqaddimi qismini so'zlayotgan. Ya'ni oldingi darsda fiqh degan nima? Usulul fiqh qandaq ilm, ya'ni uning ta'rifatlari, fiqh bilan usulul fiqhninki munosabatlari va usulud din qandaq ilm va ilm usulul fiqhning tadqiqot obyektlari qaysi, xususiyatlari qaysi qatorliq mazmunlarni o'rganib chiqdik. Әмді мұқаддиманың кейінгі yarım qismida bo'lsa, usuliy qoidaning dalil haqida to'xtalamiz. Ya'ni usuliy qoidaning chuqur bir dalili bo'lishi kerak. Dalilsiz bo'lmaydi. Ham bu dalillarning manbasi qaysi bu haqda to'xtalamiz. La budda lil qoidatil usuliyyati min dalil. Usuliy qoidaning chuqur dalili bo'lishi kerak. Usuliy qoidalar biz so'zlab o'tgandek uningga shariatning qo'shimcha ahkomlari uning ustiga qurildi. Va hukmning, ya'ni qo'shimcha hukm uni isbotlash uchun dalilga ehtiyojliq. Va hukm dalilsiz isbotlanmaydi. Shuning uchun usuliy qoida dalilga bakroq ehtiyojliq bo'ladi. Usuliy qoidani dalilsiz isbotlash durust emas, balki usuliy qoida ojiz bir dalil bilanmi isbotlanishi loyiq bo'lmaydi. Durust emas. Masalan, hasan hadisga o'xshash. Va zalika bundoq bo'lishi buning sababi bu qoidalarga, ya'ni usuliy qoidalarga bir to'p ahkamlar quriladi. Shuning uchun bu usuliy qoida degan noiti mustahkam bo'lgan, isbotlanishi noit kuchli bo'lgan bo'lishi kerak. Hattaki shu usuliy qoidaning ustiga quriladigan ahkamlar qarta ko'nglimiz mutmain, xotirjam bo'lish uchun. Undaqda bu usuliy qoidalarning dalillari qayerdan ilinadi? Adillatul qawaidil usuliyya. Usuliy qoidalarning dalillari. Birinchi dalil, ya'ni dalil oladigan o'rinning islom ummatidagi usul ulamalarining naslari, ya'ni Qur'on oyatlarining usuliy qoidalarini isbotlashda o'xshash bo'lmagan dalillarga dalil alaydiganligini, ya'ni o'xshash bo'lmagan dalillar bilan dalil keltirganligini bayqaymiz. Bu dalillar bu usuliy bir qoidaningki dalili Alloh taolaning la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Allah hech kimni taqati yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Yani Allah har kimni o'zining taqati yetadigan ish qilam taklif qiladi. Mushu oyatdan mujtahid la taklifa illa bi maqdurin alayh. Taqati yetadigan ish qilam taklif qilinadi degan bu qoidani oladi. Ikkinchi dalil elish o'rni nususun nabaviyya. Payg'ambar alayhissalomning hadislari. Masalan, al-amru yaqtadil vujub. Buyruq degan vojiblikni taqozo qiladi degan bu usuliy qoidani nadan olgan desa, buning dalili payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salat. Mana bu shu hadis uning dalilidir. Ya'ni agar ummatimga mushaqqat bo'lib qolishdan ansirmagan bo'lsam, ya'ni ummatimga mushaqqat bo'lib qolmaydigan bo'lsa, men ularni har bir namoz vaqtida misvak ishlatishga buyurdim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetnim davamlıq misvak işiltişqa buyurgan. Lekin çuqum her bir vaqt her namazda dişinglar misvak qılыңlar, ağzыңlar misvak qılыңlar deb bundaq buyruq qılmagan. Yani agar mushaqqat bo'lib qolmagan bo'lsa çuqum buyuruydim deganning o'zi u chaqda buyurgan bo'lsa u vojib bo'lib qoladi. Shuning uchun bu hadisdan olimlar al-amru yaqtadil vujub buyruq degan vojiblikni taqozo qiladi degan bu usuliy qoidani olgan. Uchinchi manba, uchinchi dalil elish o'rni lug'a arabiyya. Ya'ni arab tili va uning ilmlari. Arab tiliga munosabatlik ilmlar. Masalan, al-amru yaqtadil fawr, ya'ni buyruq degan darhol qilishni bildirdi, darhol qilishni taqozo qiladi degan bu usuliy qoidaning dalili anna zalika yafhamuhu ahlul lugha. Buni arab tilini biladigan kishilar tushunadi debdi. Masalan, xo'jayin o'zining xizmatkoriga isqini menga suv akagin desa, kechikib qolsa, u chaqda u malomat qilindi debdi.
Esinglarda bo'lsin, bu kitobda deyilgan mazmunning hammasi barliq usul olimlarininki tanlash emas. Bu kitobdagi mazmunning hammasi to'g'ri, hammasi usul fiqh aloqador mazmunning hammasi mushu deb o'ylab qolsak bo'lmaydi. Masalan, al-amru la yaqtadil fawr deydi. Shafiy mazhabining usul fiqhisida. Ya'ni buyruq darhol qilishni taqozo qilmaydi deydi. Ularning o'zguchliq dalil bor. Faqat hozir biz bu yerda nima tushunmoqchi desa, usul qoidaning chuqur dalil bo'lish kerak. Buning dalillari Qur'on, hadis, arab tili, aql qatorliqlardan elinadi va deb mushuninki mush misol keltirish orqali biz qoidaning usul qoidaning chuqur dalil bo'lish kerak. Dalilsiz bir qoida kelib chiqmaydi ekan deganni tushunib olsak bo'ldi. 4-chi manba, dalil ilish manbasi aql debdi ma kitobda. Usuli qoida ya'ni iza ixtalafa mujtahidani fi hukmin fa ahaduhuma muxti. Ikki mujtahid ixtiloflashib qolsa bir masalada, ikki xil ko'z qarashni o'tirib qo'ysa, ya'ni ikkisi bir-biriga zid bo'lgan, birisi to'g'ri desa, birisi xato degan bo'lsa, masalan, uning birisi xatolashquchi, birisi to'g'ri deydi. Buning dalili aqldir. Chunki aql bir-biriga zid bo'lgan ikki narsaning har ikkilisining to'g'ri ekanligining mumkin bo'lmaydiganligiga hukm qiladi. Buning dalilini Qur'on desak bo'ladi. Ya'ni bu fiqh qoidaning, usul qoidaning, ya'ni ikki mujtahid ixtiloflashib qolgan bo'lsa, birisi xatolashquchi, birisi haqiqatni topquchi degan bo'lsa, buningga Qur'ondan famaza ba'dal haqqi illa dalal. Mushu oyatni dalil qilsimi bo'ladi. Usul ilmida tadqiq qilinadigan masalalarning turlarga ayrilishi yoki tuzilishi. Biz oldida usul ilmining bo'lsa, shar'iy, juz'iy ahkamlarni ularningki tafsiliy dalillardan chiqarishda ishlatiladigan umumiy qoidalar to'planmasi dedik. وليس من المناسب أن تسرد هذه القواعد سردا كيفما اتفق. Bu qoidalar udul kelgancha keltirilishi munosib emas. Balki munosib bo'lgani bu qoidalarni tasavvur qilish va tadqiq qilish, o'rganish, qolaylik bo'lish uchun bu qoidalarni muayyan tartib bo'yicha keltirish munosibdir. Va usuli olimlarningki bu qoidalarni tartiblashdagi yo'llari o'xshamaydi. Endi ma'u avtorning gapiya, avtorning fikri. Lekin eng yaxshi yo'l bizning fikrimizcha deydi. Tartib, ya'ni qoidalarning tartibi muayyan tasavvur e'tibori bo'yicha qurilsa, eng yaxshi yo'l shu. Mundaq deymiz masalan deydi. Har bir juz'iy shar'iy hukmning chuqur bir dalil bo'lishi kerak. Shu shar'iy juz'iy hukmni ko'rsatadigan dalili bo'lishi kerak. Va hukm uchun deydi. Hukm uchun shu hukmni dalildan chiqaradigan mujtahid bo'lishi kerak. Mustanbit degan mujtahid va hukm ilishga qodir bo'la oladigan mujtahid kerak bo'ladi. Va mujtahid uchun yana dalillardan hukm ilishda tayindigan bir sog'lom yo'li bo'lishi kerak. Va min ajli zalika, shuning uchun usul fiqh ilminingki tadqiqotlari 4 asosiy ishda jo'g'lindi. Biz uni ilm usul fiqhiningki 4 asosiy rukni deymiz. Va har bir rukunga yana nurg'ulg'an mabhaslar, ya'ni tadqiqotlar aloqador bo'ladi. Ya'ni yuqori deyilgan tartib avtorningki mushu kitobda keltiradigan tartibi. Bizga bu kitobni o'qishdan burunla men mushu tartib bo'yicha kitobimni mushu tartib bo'yicha yozdim demoqchi. Ikkinchi rukun o dalillardir. Dalillar deganimiz shar'iy ahkamlar uningdan ilinadigan, ya'ni shar'iy ahkamlarni uningdan olsak bo'ladigan dalillardir. Kitob, ya'ni Qur'on, sunnat, ijmo o'xshash. Bular ittifoq qilingan dalillardir. Va yana bu kitobimizda demoqchiki, bu kitobimizda ixtiloflashib qilingan dalillar haqida bayon qilamiz.
Yani ixtiloflashib qolgan, ixtilof bo'lgan, ittifoq qilinmagan dalillarni bayon qilamiz. Masalan, masalih mursala, aqvalus sahaba val istihsan va shunga o'xshagan masalalar. Bularning hammasini o'z o'rnida so'zlaydi. 3-rukun bu mazmun dalillarning ahkamlarga, hukmlarga bo'lgan dalolatiningki qandoqligini o'z ichiga oldi deydi. Masalan, uning dalolati deganda dalola nutqiyamu, ya'ni lafziy jihatdan bevosita bildiralamdi yoki uningki mafhum mazmun bilan dalolat qilamdi yoki ishorat bilan dalolat qilamdi yoki ma'nilar bilan dalolat qilamdi yoki illatlar bilan dalolat qilamdi. Ya'ni illatlar bilan degan qiyosiy dalolat. Mushularni o'z ichiga oladi debdi. Ya'ni bularning hammasini 3-mazmunga kelgan vaqtida mush kitobimda so'zlayman demoqchi. 4-rukun ijtihod. Biz ijtihodning ma'nosini, haqiqatini bayon qilamiz. Yana ijtihod qilishga bo'ladigan sohalarni bayon qilamiz. Va ijtihodga salohiyati to'shadigan shaxsning kimligini bayon qilamiz. Ya'ni allazi lahu an yubashiral ijtihad bi zikri shurutil mujtahid. Mujtahidning shartlarini tilga olish bilan, bayon qilish bilan ijtihod qila oladigan, salohiyat to'shadigan kishining kimligini bayon qilamiz. Va yana agar dalillar zid kelib qolgan vaqtida mujtahid qandoq qilganligini bayon qilamiz. Va yana mujtahiddan savol so'rab kelgan kishiga hukm yetkazish kerakligini, yetkazadiganligini bayon qilamiz. Bu bo'lsa fatvo berish deb ataldi. Ondan ijtihodlik darajasiga yetishga salohiyati to'shmagan kishiga vacib bo'lgan ishlarni bayon qilamiz. Bu bo'lsa taqlid deb ataladi. Mushuningdek, ya'ni mushu tartib bilan biz 4 arkanningki usul fiqh ilmining asosiy, raisiy fikrlarining hammani qandoq to'liq o'z ichiga olganligini bilamiz. Kitobningki muqaddim qismi shuning bilan tugadi. Ya'ni avtor muqaddim qisminingki oxirida bu 4 rukun, 4 asosni deyish orqali mushu kitobdagi mazmunlarni, bu kitob o'z ichiga olgan mazmunlarni bizga bir qur tushundirmoqchi. Va kitob yozilish tartibi va har bir mazmunni o'z ichiga olgan yana tarmoq masalalarni bir qur bizga oldin ola bayon qilib beradi. Keyingi dars ilm usul fiqhiningki kelib chiqish tarixi qatorliq mazmunlar. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.